tushunasizlar. 1 minut o'tkazmay turinglar akalar. Bizni hurmat qilib Furqat tumanidan Begoboddan kelishdi. Mana nomerlari. Ama akamiz o'zlari tashqaridalar. Xudo xolasa mashinalar olib kelishdi. Hadovoy chaslari, rullari og'ir ekan. Hadovoylar juda ham charchagan holatda, manyatliklar mana charchagan holatda. Ama akamiz mashinalar ideal qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Birgalikda ko'rasizlar, ketdi. Akalar mashina tayyor bo'ldi. Hadovoylar ko'rishlari mumkin. Mayatning qo'yib berdik, pachiniylik, rulo galongalar koreyskiyaga remont qilib berdik. Yangi amortizator, yangi koreyskiy chashka, rullariga pachini qo'yib berdik. Sharoitlar yaxshi ekan, o'zi qoldi, faqat sepib berdik. Oldi orqalarni sepib berdik, bag'ligini ham yangiday qilib berdik. Inshaalloh mana shu obunachilarimiz bizga obuna bo'lib kelsa, mana shunday qilib sepib taylanib yangi qilib beramiz, xudo xolasa. Ama akamiz yurib ko'rishadi, baho berishadi, birgalikda ko'ramiz, ketdi. Ama akamiz yurib keldilar, hozir o'zlaridan batafsil so'raymiz. Ama aka mashina qalay bo'libdi? Mashina zo'r. Aytgan. Ishim zo'r, gap yo'q. Ular gap ko'rmasin. Ha? Sog' salomat bo'linglar. Ishlaringga baraka. Amin. Amin. Rahmat. Xursandmisan aka? Xursandman. Klientlaring yana ham ko'paysin. Kelgan odam sizlardan hech qachon norozi bo'lib ketmasin. Ilohim, rahmat. Aytganingiz kelsin. Joningiz sog' bo'lsin. Allohu akbar. Xursandman. Rahmat. Akalar, mana shunday duolar olishda davom etamiz. Kelaverasizlar, Avtosxod jamoasi hammalarni xursand qiladi. Manzilimiz Qo'qon shaharda. Mana shu nomerlarga telefon qilsalaring, kutib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.